bitta trail tomonini quring aytindi. Ya shuncha yeb ichdik, malades orttirib qo'yganingizga. To'g'ri, stol yig'ishtirib chiqamiz. Shuncha yeb ichdik, qara, orttirib chiqqaniga malades ama. Kağıt yo'q-da, o'rtoq. Qarang, butun O'zbekiston ko'radi. Ha, yo'lda bir bo'lsa. O'zi bu aktivda qo'ymang aka. Primoy ketyapti aka. Yo'q. Qapsi yomon-da buni. Ya o'zi bir xil akamiz pashti. Chaynam yutadi bu. Yo'q, bir qancha qo'ying. Aka bilan gabaritlarimiz pashti bir xil ekan. Uyatish yo'q, to'g'ri. U 4 ta men olib chiqishim kerak edi, o'zi akam urib ketib qopti. Ana 3 ta 3 Malibular mana bugun xizmatda. Bitta. Besarada eng oldi Malibular. Bitta. Aka 4 ta endi qanaqa qilinadi? U erib ketmasin, eribdimi? Hozir borib xolodilnikka tiqamizda buni. Bu meni hamma bolalarim bor. Kechqurun hamma bitta o'tiramiz-da. Polni apsaga. Qilardan mevalar olib chiqdi. Atay nimani madalab yubordi-ku, to'shlaydi o'zi. Yo'q. 4 ta stol mendalar ketdi. Gap yo'q. Besharada shunaqa qizg'in to'ylar bo'ladi. Mazza qilib o'tirasiz. Buni kayfini bor, u yetkazib berdi. U kelinim chiqdi, men ketdim. Oltariq Jo'rak qishlog'i mana ikkinchi marta xudo xolasa kelyapman 3 kun ichida. Qarindoshlar to'yi mana xudo xolasa. Amakizi bolalar edi o'tgan safarga. Assalomu alaykum. Kayfiyatlar qalay? Yaxshi. Uylangandan keyin zo'r bo'ladi-da. Siydetilimiz qani bu? Siydetil ketdi. O'zini mashinasidami? Bugun yakka qopizda bo'lmasam xudo xolasa. Nechinchi yilsiz? 2002lar. Bu yil sizlarni trendlayin ekan, to'g'risi 2001-2002lar trendlar ekan. 26 hamma uylanyapti-da, to'g'risi. Qanaqa bo'ldi endi tanishuv aka? O'tgan safar to'yga kelganimda uncha so'ray olmadim. Kelin bilan qanaqa qilib topishgansizlar? Ha, siz ham taqdirda jabr deydasiz ekansiz-da. Xo'p, uydagilar topdi, haligi nimaga chiqasiz deyli uchrashuvga. Qanaqa bir taassurotlar bor? Yurak jiz aytadimi axir? Mana meniki deydimi? Ilohim har doim shunaqa baxtli bo'lib, xushchaqchaq bo'lib yurishlik nasib qilsin. Oltariqda eng oldi insoni bo'lib yuring har doim. Hali ertalab bir turib qo'lingizni cho'ntakka tiqqanda ham $100 chiqaversin aka. Birinchisi o'g'il bo'lsin, raddomlarga ham xudo xolasa kelaylar. Hasan Husanlar olib chiqqan. Ha, xudo xolasa ilohim. Sizlarga ham shunaqa bir chiroyli kunlar, shunaqa bir baxtli kunlar nasib qilsin ilohim. Hozir bitta kuyovda o'rtog'i aytib qoldi. Aka, hayajonni qarang, hayajonni. Shunaqa hayajon bo'ladi deb aytib qoldi. Haqiqatan ham to'y kuni juda ham katta hayajon bo'ladi, lekin o'sha bir marta bo'ladi. Xolos umringizda u hayajon, u his-tuyg'u, kuyovlik bo'lish baxti deyiladi buni. Bundan hammamiz o'tganmiz, lekin o'tmaganlar tushunmaydi buni. Shunaqa his hayajon sizga nasib qilishini xohlaymiz. Shunaqa maza qilib yurishingizni xohlaymiz. Eyforiyada yurishingizni xohlaymiz. Tinch bo'lasizlar, sog' bo'lasizlar, kuzatib borganingiz uchun rahmat. Jigarlarni foydali safidan bartaraf qilgani eng katta yordamchilarimizdan. Bular eplay olmaymiz baribir. Ming harakat qilganimiz bilan foydali safidan bartaraf qilamiz deymiz. Buni syomka qilmasa iloji yo'q. Shuning uchun shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, o'qimasdan murojaat qilishingiz mumkin. Yorvora ishing studiyasi bo'ladi. Avvalda bitta oladi, butun umrga olib beradi. Tushundingizmi? Qolaverasiz. Butun umr maza qilasiz. Har qaraganingizda kayf qilaverasiz, har ko'rganingizda kayf qilaverasiz. Mana shunaqa ishlash kerak-da mana. Endi mashina zarurligini umrim bilan hal-hal kelaveramiz, birga xizmat qilaveramiz. Alabdek, qo'yim qachon sizda bo'ladi? So'zing.